Hop, mana qo'l tiqib qo'ying. Mana shu holatda keyin. Ha, tandir qizigandan keyin mana shu holatda yopish kerak. Qalay? Mana shu holatni eslab qola olasizmi? Ha, qilamiz. Bu og'zini ochib qo'ydingiz, ichidagi havosi chiqib ketdi. Endi mana shu holatga yopamiz. Mana buni bir tomonga faqat bir tomonga aylantirgina bo'ptimi? Silliq, qo'l silliq, bosmasdan tutamiz. Buni quritishning sababi bitta non laminat singani qotib qolishligi uchun. Qadrdon. Xullas, hurmatli obunachilar, spitsamiz, yog'ochli bosmamiz do'stim. Tushundinglar, mana ko'rdinglar? Sifat o'ta oliy, lekin podyum yo'q. Hop, avvalambor assalomu alaykum. Qadrdonlarim, mana bugun hozir 4 dona qildim 350 grammlikdan. Xudo xolasa. Hop, bu yozda o'zimizni shogirdlarga kelganmiz. Shogirdlarimizga mana xudo xolasa yangilikdan bu xabar bo'lib turishibdi ko'rib, xudo xolasa. Xullas, hurmatli obunachilar, spitsamiz, yog'ochli bosmamiz va qolaversa yitdi. Boshqacha bu duppi shaklida qilingan chekichimizda hozir non yasab ko'rmoqchiman. Qanaqa chiqadi? Siz bilan birgalikda bu narsani ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Shu jumladan mana bu yoqda 3 ta ya ko'taringlar, yaxshi ko'zini ko'rinadi shogirdlar, qanaqa nimalar qilinayotgan bo'lsa. Hop, Qashqadaryodan, Buxorodan, Tojikistondan mehmonlarimiz bor. Asosan o'rganadigan narsa bakot bo'lsa. Oka, unda hozir tayyor bo'lib keldi gap kelsa. Ha. Mana tayyor bo'lib qolgan mana. Ha, o'zi tayyor bo'lib qolganlar. Ol paddonni. Takraz bo'lmasam, hozir mana Mahmudjonni imtihondan o'tarkanlar. Mana birinchi imtihondan o'tadigan shogirdi. Shogirdi. Mana o'shani ko'rsating. Bo'ldi, mana ko'rsat. Ko'p kishilar bunga qiziqishadi. Buni uka chekichi ham bor apparatda. Spitsasi ham bor, xolasangiz qo'lipi ham bor, ponros. Bir qattiq bosim bo'lmaydi, qattiq bosganni kesib qo'yadi. U podyumini o'ldiradi. Shuning uchun buni qattiq emas, nomiga o'rtacha holatda bo'siladi. Podyumni qo'ymaysanmi? Nima qilib turibsan? Har kim qiladigan ishingni gangisiz voy. Kichkina shogirdlar ham to'kish eshitib turadi. Yangi emas, bular u miya o'zi bilan toza miya, bularga ishlamagan zo'r miya. Bularga hozir nima qilish kerakmi? To'g'ri, to'g'ri. Miyatga qildirish kerak-a? Mana. Holatni qo'lda yasasangiz ham bo'laveradi. O'zlari mana shu holatga bitta qo'ziqorin bo'lganda yana ham Bor. Bormi? Birinchiga. Bering. Kichikroq bo'lsa ham bering. Mana, obunachilar. Mana bo'shlar. Mana holati bo'lacha. Bu asarti. Buni kelayotgan mana sezonimizga juda kerakli narsa-da bular. Bitta tonurga bitta xamirdan, addenni xamirdan qilaman deb o'tirmaslik kerak-da buni. Bitta xamiringizdan 4 xil 5 xil non chiqarib qo'ysangiz, bittasi emas, bittasi odam o'ziga tortadi. Ha bitta misol uynoni qiladigan bo'lsangiz, uynonni qolib ketmaysiz-da. Bu narsalarni ko'rasiz, qilib qo'yasiz, ularga katta bir oppoq dastonsiz nonni istirib qo'ysangiz, shunaqa go'zal turadi-da, no. Ana shundan ham bittasi odam keladi mana. Ustidan chetin ishlatiladi buni, mana. O'rtasidan emas, chetin ishlatiladi. Bo'lmasa o'rtasi yub qo'yib ketadi. Mana buni olamiz. Bosamiz. Endi bu go'sht chiqarganda buni ishlatilgan sababi go'shtini bir xilda qiladi, tuya podyumni bermaydi va qolaversa go'shtini ikkidan bir xil tarqatadi. Endi hozir bu hamirimiz chala ko'pkanligi uchun ag'bag'i ishini gumoni bor. Chunki hamir zo'r ko'pmagan, yangi ko'pkan shuni hisobidan olish kerak. Zo'radan tashlaydi. Endi bu nonlarimizni albatta pishib chiqqandan keyin o'zingizlar ko'rasizlar. Shogirdlarga tushmoqchi bo'lsanglar, ekran ostida raqamlarimizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hozir yopilish jarayoni, surkalishi, bitiga qanaqa bezak bersa bo'ladi, shu narsalarni ham video davomida ko'rib borasizlar. Shundan turib, endi mana bular tayyor bo'ladi. Ha, bu o'zi haqiqatdan ham ko'zga ter kirgandan keyin aytishadi, chunki ter sho'r bo'ladi. Qadrdonlarim, shu ukamizni ham duo qilib qo'yinglar ko'p qatori, chunki ko'p insonlarning duosi ijobat. Inshaalloh Xudo xolasa bag'i mana bunday narsalarni oldilar. Vaqtimiz bo'lib bo'lmay qoldi, kirib xabar olishga ham shundoq bo'lsa-da, unimizni bosadigan, ot unini toy bosadigan mana Baxtiyor ukamiz bor. Alloh rozi bo'lsin. Ko'p kishidan ko'p kishi o'rganib ketdi. Rozi Xudo xolasa jigar. Erta menning ketadi valloh obunachilar. Uylarda ish boshlamoqchilar, yaxshi niyatda pul yiqqanlarga mana Alloh nasib qilib apparat va hunarli bo'ldilar. Hunar hech kim siz bilan bizni qo'limizda olib qo'ya olmaydi.
Biz kelolmagan kunlarimizda rozi bo'lasiz, ha? Ish to'xtamadi. Bag'i endi eligi bu kishi usta bo'ldilar deganim sababi nima jovani ishlatishi, chekishlarni urishi, hamir qanaqa qilish kerak, qanaqa uzib bostirish kerak, xaspati yopilish kerak, tandir xasxot tayyor bo'ladi. Qanaqa narsalarni olish kerak, suxoy moloko aka pulsini qanaqasini olish kerak, qanaqasi yaxshi. Shu narsani ipidan ignasigacha bo'lgan narsani bildingiz, ha? Hamma yo'g'i misol daftarga yozdingizmi yo miyaga yozdingizmi? Miyada. Miyadami? Hammasi. Endi ketayotganingda retsept qilamiz. Endi xudo xolasa obunachilar, svetingiz borligida mana bu narsa sizga ish beradi hozirgi kunda. Joningizni qiynamaysiz, mana apparatimiz. Svet o'chgandan keyin qo'lingizda qilaverasiz. Misol, buniki deydi, svet o'chsa ham noni chiqaveradi. To'g'risida yonsa ham noni chiqaveradi degan hayron bo'layotgan bir paytda siz ish to'xtatmayotgan bo'lasiz. Chunki qilib qo'yilgan xamir inson kutib o'tirmaydi-da, jigar, to'g'rimi? Shuni singaring gap. Obunachilar shunday olgan hozir mana yasab qo'yildi. Buni surkab bezab bergandan keyin pishib chiqqandan keyin o'zingizlar ko'rasizlar. Mana buni bir tomonga faqat bir tomonga aylantirgina bo'ptimi? Silliq, qo'l silliq, bosmasdan, ha? Silliq bir tomonga. Chunki 2 marta surkaningizda, tushundingizmi? 1 marta surkaganingiz ustida nima bo'lib qoladi? Laminat bo'ladi. Ikkinchisi rang qochirma ushlab turadi. Essangiz mana shu holatiga xunuk o'chib ketadi. Tushundingiz-a? Adimjon, sizmi? Ishtaman. Yo'q, xulayapsizmi? Yo'q. Xulamayapsizmi? Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, bu hamirimiz chala ko'pkan. Biz hozir ishimiz o'ta zarurligi uchun tezlatib yubordik. Shundoq bo'lsa ham non chiqadi, xudo xolasa chiqmaydi emas u. Lekin ko'pkandagi chiqqandaqa emas. Buni hozir quritamiz. Buni quritishning sababi bittida non laminat singani qotib qolishligi uchun, qadrdonlar, ha? Az esingizda qolsin shu narsa. Do'stim savol tug'ildi. Mana o'zim ham novoymasligim uchun va ularga ham bir kerakli savolga javob bo'ladigan va tomoshabinlarga ham shu narsa yangi boshlayotgan insonlar uchun mana yaxshi ko'pmagan, shu shoshilyapman, qilyapman. U nima tomonidan zo'r chiqmaydigan joyi bor. Ya'ni sizni ko'nglingizga ma'qul kelmaydigan joyi borki, o'shani aytib o'tyapsiz. To'g'ri. Chunki chala ko'pkan hamirda g'urra padyon berish ko'payadi. Haliga mayda qizarishlar ko'payadi. U degani biz tilda dog'lash deydi. Non yuzi dog'lab qolibdi, hamirlar ko'pmadimi deydi, novoy ko'rsa. Padyomiga ta'siri bor. Nonni katta vid bilan chiqmasligiga ta'siri bor. Ash tomonlama. Endi buni hozir chiqadi deganim sababi yoymasdan yopamiz. Ash holatda chiqadi. Endi agar ko'pkan bo'lganda gezingizni to'ldirib yopsangiz ham 3 ming non 4 minglikka o'xshab chiqishi ana shundan bo'ladi. Tushundinglar? Ko'pmagan xamir 300 gram, misol 400 gram uzdingiz ko'pmagan xamirni, ko'pkan xamir 300 gram uzdingiz. Lekin 400 gramingizdan ko'pkan xamir katta chiqadi. Tushundingiz-a? Shundan kerakli savolni berdimmi? Kerakli savolga javob topdinglarmi? Gap yo'q. Mashq holatida shuni o'tdinglar. Mashq holatida 300 gramlik non bundan katta chiqadi, xamir ko'pkan bo'lsa. Bu ko'pmaganligi uchun hammaligi nonni 400 gram bo'lsa ham 300 gramlik nonni sifatini beradi. O'shuning uchun xamir ko'ptirish kerak, ko'ptirgandan keyin tez yopish kerak. Pishgandan keyin xolos shunaqa chiqadi. Albatta. Shirmon-sharmondan bo'ladi. Ana o'shni qaranglar, kim aytadi mana? Obunachilar, mana shu nonni kim aytadi 270 gramlik non deb, mana qarang. Shuni nechtalar? 270 gramlik nonni ketiga jimjima urgan, irinmasdan. Plus bu 2,5 ming so'mlik non qarang. Qadrdonlar, 2,5 ming so'm. 5 mingga ikkita degani, oshna. Bittaga hozir siz bilan biz to'yamiz, oshna. Bir qarishda bu. Ba'da mana. Bu nargi nonlarimiz. Nargi nonlarimiz bu mana. Bu yana bitta nonlarimiz. Yo'q, ikkitasi. Ikkitasi-yu, lekin yo'q. shirmon-sharmon. Hali bundan oldingi videoda yopgan nonlarimiz mana shu bo'ladi. Jimjimasini urdik-ku, o'sha. 8 gramligini endi yopiladi. Bu 600 gramlik mana. Qarang, ikkitasi ham og'urgina mana. Rang, padyom, o'rtasidagi har qancha katta qilganimiz bilan sizlarga aytayotgan aka pulusim, mashinchalik padyom bildirib o'rgan. Qo'yapsizmi? Qanaqa go'zal. Bu aka pulusni nimasida? Kuchi. Kuchi. Albatta.
Mana uyimiz quridi. Mana qaranglar. o'shanda. Azimjon. Qaranglar, mana quridi. Mana hech qancha o'tgani yo'q, ha? Hech qancha o'tgani yo'q. Endi buni o'chiramiz. O'chiramiz. Endi bunga yana qaytadan surkab chiqamiz. Buni surkashdan oldin qo'lingizga oldingizmi? Mana miji o'ylang mana. Ishlov berib olasizda bunga, tushundingizmi? O'rtasiga tiyib etmasin. Faqat chetiga surkaymiz. Nomiga o'rtasiga tegizib o'tasiz, xolos mana. Ko'rdingizmi? O'rtasiga nomiga tegizib o'tadi. Uni endi kunduz qo'ydim, Azimjon olib keling. Kunduz bilan. Mana. Mana. Endi buni mana ikkinchisiga kunduz qo'ydik, ha? So'g'ay malaka surkadik. Surkaganimizdan keyin sirazi kunduchini qo'yishimiz kerak. Qurib bo'lganda kunduchi anaqa bo'lmay qoladi. Keyin talabga javob bermaydi. Hozir endi kunduchini urib olsam, nariga qalinini olib kelgan, qalinini. Undan yaxshi tushibdimi? Bu mana benzin xohlasangiz sut quyadigan narsa bu, varanka aslida. Buni yangisini ishlatadi, o'ylamaylar, ishlatilgan narsadir. Chunki negativlar ham bor-da. Aytmoqchimanki, obunachilar, bu narsani o'zi qancha ekonom qilib beradigan narsa. Buni bo'lishdan oldin mana bunga tegizib olamiz. Keyin mana yaqinroq olib keling do'stim, bir ko'rsating. Mana. Nonni yuzida turishini qarang buni. Ha. Ha. Chiziq qilib qoldiradi. Ham ekonom bo'ladi, ham anaqa bo'ladi. Ha, qarang. Voy. O'rtasiga qo'shimcha qilmoq qilib sep qo'ysangiz ham bo'lacha bo'ladi-da, obunachilar. Xo'p. Ha, qarang. Faqat stil beraman desangiz chiqaveradi-da bu. Ha, qarang. Voy. Endi buni bir sayratib yopamiz. Yo'q. Uchirib yopamiz, sayratib uzib olamiz, obunachilar. Ana ketdik. Hop, mana qo'l tiqib qo'ying. Mana shu holatda keyin. Ha, tandir qizigandan keyin mana shu holatda yopish kerak. O'shanda nonni yuzini qizarishi ham chiroyli bo'ladi. Nonni yuzini chaqib yormaydi. Haligi xomsiz pishirmaydi. Azimjon siz keling endi. Siz ham ancha bo'lib kelganingizni qo'l tiqib qo'ying. Qalay? Bunday. Boshqa holat eslab qola olasizmi? Ha, qolamiz. Bu holatda ya'ni ko'p ko'rasiz. Boshqa holatda mana non yopsa bo'ladi. Mana tandir qizigandan keyin siz ham tushundingiz-a, jigar? Asosiy, ha. Ha, bu asosiy joyda, ha. Asosiy joyida bu, qadrdonlarim. Mana tandir qizganini bitta ko'rib ko'ring, siz yana shu narsa esingizda qolsin. Tandir qizidi, og'zini ochib qo'ydingiz, ichidagi havosi chiqib ketdi. Endi mana shu holatga yopamiz. Sababi rang yaxshi beradi, non xomsiz pishib qolmaydi. Hamma tomonlama podiyomga ham o'ta zo'r beradi. Yana bitta narsani esingizda qolsin, Azimjon. E'tibor qaratib turib. Tandirni og'zidan to'ldirib boringlar. Bag'dan yopib, uzun qilib yopib yurmanglar, ha? Tandir og'zida bunaqa sey qilib bu tomonga, bu tomonga shunday qilib to'ldirib boringlar. Ha, mana sey holatda. Chunki og'izdan tandirni ichidan is chiqayotgan issig'i mana tagidan tushmaydi-da. Og'izdan chiqadi. O'sha chiqayotgan havoda non podiyom beradi. Ham bir xil qizaradi. Tushundingizmi? Misol hozir mana bir qatordan yopib borsangiz, oxiridagisi nonni oldiga qaraganda xomsizroq bo'ladi. Unda sizning noningiz boshi yaxshi-yu, oxiri nito bo'lib qoladi. Tushundingiz-a? Shuning uchun shu narsani e'tiborga olinglar. Endi andan olsanglar, men hozir yopishtirib ko'rsataman. Albatta, sizlar ham miyani saqlab qoldingiz degan umiddaman. Agarda yo'q, ba'zi bir joyda esinglar chiqib qolsa, mana kadrda o'lib turibman. Albatta. Videoni ko'rib. Kelmasin. Ana qilaverishadi. Bemalol. Mana o'zi video bu esdalik bo'lib qoladi. Shu paytda men shogird bo'lgan ekanman. Hozir men shunday ustab ketdim. Otasiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin desanglar, men shunday kayf qilaman, xudo xolasa. Mana o'zi men ko'pmagan xamirni bunaqa yopamiz mana. Ko'pmagan xamirga qatiq cho'g'ormaymiz. Sababi ko'pmagan xamirda bu. Bu haliga nima qilmay qoladi? Haliga podiyom bermay qoladi. O'tatdan keyin tappa non chiqadi, podiyom bermagan. Tushundingiz-a? Mana. Uzun holatiga yoyamiz. Mana. Aylantirib ikkisini xohlasangiz hamma har xil. Misol o'rtasidagiga e'tibor bermaydi, chetin dumaloqligini hisobiga oladi. Siz o'rtasini hisobini, dumaloqligini hisobini olinglar. Chunki insonning ko'zi chetiga emas, o'rtasiga birinchi tushadi. O'rtasi dumaloq bo'lsa, chetini o'zi dumaloq qo'yish hech nima emas.
Mana hozir inshaalloh buni pishib chiqqandan keyin bu albatta chala ko'pkanu. Erta ketishligingiz uchun ham shoshilinch holatda video. O'rtasi dumonoqmi? Nima ochib qo'ydim qarsa. O'ziga ishonma. Yo'q. Ishonmasan, debdi-da, nima der keladi, deb. Endi bu safarga kelganimda hozir non yasalash nimalar bo'yicha bo'ldi. Bu safar kelganim yopish bo'yicha bo'ladi, xamir qilish bo'yicha, non yasalash bo'yicha. Ko'zingizni o'zlari ham yopib ko'rsin. Buni rost o'zlari qilishadi endi. Yo'q, bir haligi nima bo'ladi? Noz pishib chiqqandan keyin albatta nonni ham ko'ramiz, ha? Bo'rsog'im yaxshi ham bo'rsog'im bo'ladi. Abalari yaxshi ham tuqqalada shuni. Hamma bola. Oy chiqsa ham shu boshida kaltasinada, kun chiqsa ham shu boshida kaltasinada. Lekin xudo xolasa neverayatniy, lekin numar 1 ultra, lekin telefonlarning ultrasi bor-ku. Aynaqa shovut bo'lib yetishadi. Mana ko'rdinglar, orqa bermayapti, ha? Bu hamma ko'pmaganligini hisobiga. Ma'lum miqdorda shira ham berildi-yu, lekin berib ko'p mana. Hamma ko'pmaganligini novoylar hammasi o'zi biladi mana. Mana. Padyomon bermayapti. Hamma chunki ulug'da. Hamma hali ulug' mana. Lekin sifat agar mana shunga padyom bo'lganda dodda borardi mana. Lekin mazasi ko'pgandan ko'ra ko'pmaganning nonini mazasida go'zal narsa yo'q. Ishoninglar, bu novoylar bilishadi do'stim. Tushundinglar, mana ko'rdinglar? Sifat o'ta oliy, lekin padyom yo'q. Nimaga? Hamirimiz ko'pmagan. Mana. Yaqindan ko'rsating do'stim. Mana. Mana. Ko'pmagan nonni hamir ko'pkamagan nonlar ham zo'r bilinadi. O'shada yana ham bilinadi, yana padyom ko'tarilib chiqardi-da. Katta bo'ldi. Tagi bir anaqa bo'larkan-da. Ha, bu yerga tanurni sovutib, to shovutlarga tushuntirgunimcha sovutadi-da to'g'ri. Ba'zida endi orqa sovuqligi ham padyom bermagan deyishadi. Yo'q, qadrdonlarim, hamkasblar. Hamir umuman 0, ulug' hamir. Shuning uchun shunday bo'lsa ham shogirdlarning vazifasini aytib qo'ydim xolos. Agar buni portlatib chiqarish kerak bo'lsa, buni davom ettiramiz hali jigarlar. Hali biz she'rlarimiz. Ham bir keyinchalik hayotiy ish jarayonida bo'ladigan narsalar. Albatta. O'shalarni ko'rsatib qo'yish. Ko'rsatib qo'yibman. Bo'lmasa manaqa padyom chiqadi mana. Go'zal chiqadi. Bu mana holat chiqsa nimadan bo'lishligini tushuntirib o'tdik. Faqat zo'rini ko'rsatib bo'lmaydi-ku. Buni davom bor-ku, yana qilamiz-ku. Albatta. Endi mana shuni yaxshilab e'tiborli sizlarga miyaga sahran qilib qo'yinglar padyomini, sifatini. Endi bundan keyingi videomizda xudo xolasa buni mana shu o'sha spitsa, o'sha chekishlarni uraman. Qanaqa padyom, qanaqa non chiqishini o'zingizlar ko'rib xudo xolasa maza qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shovut bo'lmoqchi bo'lganlar bemalol kelishinglar mumkin. Nima narsa novochilikka ipidan ignasigacha kerak bo'ladigan narsa barchasi bizda mujassam. Kelinglar, ko'ringlar, o'rganinglar. Xudo xolasa mana o'rganganlar kam bo'lishmayapti. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Sizlardan bitta narsadan ko'p narsa iltimos qilmaganman. Shu bitta narsani iltimos qilaman. Siz bilan biz ko'pchiligimiz shu ukamimizni ketishlariga atigi 2 kun yo 3 kun qoldi. To'g'risi. To'g'rimi Azimjon? To'g'ri. Endi xudo xolasa sizlar shu duo qilib qo'ysanglar, yurtimizga xudo xolasa naf tegadigan, palonchi ukamizning nonidan apka deydigan, ustozing kim desa Baxtiyor, Mahmudjon degan ustalarim bor edi deb eslab yuradigan inson bo'lib yetishsinlar. Jigar, joningiz sog' bo'lsin. Ozmi, ko'pmi, nimadir kamchilik bo'lgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Siz ham rozi bo'ling jigara. Alloh, biz Allohga xudo xolasa Allohga behisob shukr, biz rozimiz. Shunday ekan obunachilar, joninglar sog' bo'lsin sizlarning ham. Shu yergacha ko'rgan ko'zinglar hech ham dard ko'rmasin, boringlarga shukr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.